Shahzoda Matchonova kinoga qachon qaytishi ma'lum bo'ldi. Azizlar, videoni oxirigacha tomosha qiling va ushbu qiziqarli video boshqalarga ham yetib borish uchun video ostiga like bosishni unutmang. Aprel-may. Isnot, o'zimdan o'zimgacha, Berlin, Oqqo'rg'on, Qalbim o'g'risi va boshqa ko'plab filmlardagi yorqin ijrosi bilan tanilgan aktrisa Shahzoda Matchonova muxlislarning uning ijodga qachon qaytishi haqidagi bir necha savollarga javob berdi. Aktrisa o'zining Instagram sahifasida nima uchun so'nggi yillarda ijod qilishdan to'xtab qolgani haqidagi turli fikrlarga quyidagicha izoh berdi. Menga keladigan juda ko'p savollar aynan kino haqida. Barcha qachon ekranlarga qaytishim, nima uchun yo'q bo'lib qolganimni so'rab yozadi. Meni sog'inganlarga katta rahmat. Sizning xatlaringiz meni doim quvontiradi. Men ham barchangizni, premyeralarni sog'inganman. Xudo xohlasa kinoga qaytish niyatim bor, faqat aynan qachon ijodni boshlashim noma'lum, dedi Shahzoda.